Legendarniy Cobalt'ni Zavodskoy proshivkasida maksimal necha tezlikgacha chiqishini hozir tekshiramiz va qancha vaqtda chiqadi shuni tekshiramiz. Hozir test drive qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bizdan uzoqlashmanglar. Natijaga ko'ra 13 sekundda 100 ga chiqdi, 1 minut 25 soniyada 176 tezlikka chiqdi maksimal. Bu Zavodskoy proshivka holatida. Buni stage qilib yoki boshqa proshivkalar qilib, yana ham natijani ko'tarish mumkin. Unisi o'zingizlarga havola, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.